Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Anchadan beri Word, Excel, Word va PowerPoint darsli olishni o'ylardim. Bugun mana 20-20 da olyapman. Nasib davomli bo'ladi. Bo'lmasam, hech qanaqa videoda demak montaji bo'lmaydi. Qanday olsam shuni joylab boraman. Baribir shunda ham bilmagan odamga menimcha foydali bo'ladi. Xo'p, endi agar sizda Word bosilgan bo'lsa, qanday kirasiz? Men odatda qanday o'rgataman? Shunchaki pustni bosasiz. Pustni bosish bu mana shu belgi, mana mishka bilan ko'rsatyapman. Probelni, demak, chap tarafda bo'ladi, alt bilan kontrolni orasida. Mana shu to'rtta. Demak, oynaning belgisi, mana shuni belgisi. Shuni bosib Word deb yozsangiz, demak, Word dasturi chiqadi. Hammada versiyasi har xil bo'lishi mumkin. Kimdadir 2019, kimdadir 2016, kimdadir 2013, kimdadir eskilari, misol Word 2010, 2007. 2013 dan buyog'i deyarli bir xil ko'rinishi. Xo'p, chiqqandan keyin mana shunga bir marta bossangiz, Enter'da bossangiz ham kiradi. Yokida Cloud mana bu mishka bilan bir marta bossangiz ham kiradi. Demak, mana kirdi. Buni aktivatsiyasi yo'q. Demak, bu dasturga pul to'lamayman. Katta ehtimol bilan siz ham pul to'lamasangiz kerak. Balki to'larsiz, bilmadim. Buni endi yopib qo'yamiz. Bu tarafda eng oxirgi marta saqlagan fayllaringiz turadi. Bu yerda har xil shablonlari turadi. Enter'da bossangiz ham kiradi. Yoki mishkani o'zini bu yoqqa olib kelib bir marta bossangiz ham yangi dokument ochiladi. Men hozir bu safar Enter'da bosib kiraman. Xo'p, demak, mana bu Word dasturi. Bu yerda bizda bir qator ma'lumotlar bor. Mana bu tepada saqlash bor. Misol uchun ortga qaytarish, biror narsani yozsangiz. Bu yerda har xil bo'limni nomlari, mana fayl, glavniy, vstavka, dizaynda bu nomlari. Bu yerda lineyka bor. Mana bu yozadigan listimiz, mana bu oq narsa shu yerga yozamiz biz. Va pastda nechta list borligi, nechta so'z yozganimiz, qaysi tilga sozlangani. Bu yerda masshtab bor, misol uchun, va qanaqa, demak, qanaqa o'qish rejimida turgani bor bu yerda. Qanaqa ko'rsatish rejimida turgani. Endi hamma narsa sekin-sekin bo'lgani yaxshi. Shuning uchun bugun aynan mana shu darsda faqat mana bu buffer obmeni bilan mana bu shrift qismini videoga olmoqchiman. Menimcha bitta darsga bu yerda yetarli ma'lumotlar bor. Va men xato qilishim mumkin. Birinchidan, buni agar video YouTube'ga chiqqandan keyin kommentariyaga yozib ketsanglar bo'ladi. Ikkinchidan, xato talaffuz qilishim mumkin, chunki rus tilini bilmayman. Ingliz tilini yaxshi bilaman, lekin bizda ko'pchilik rus tilida ishlatadi. Word shuning uchun ruscha versiyasini men ham o'rgataman. Xo'p, bu yoqqa biron bir gap yozib olamiz. Va keyin mana bu shrift bo'limidan boshlab ko'ramiz. Keyin bu feramenini ham ko'rib qo'yamiz. Misol uchun, bugun men Word dasturini o'rgatish maqsadida ilk bora darslik yozishni boshladim. Nasib barcha uchun foydali bo'ladi. Men bitta gap yozib oldim. Siz ham agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, balki bitta gap yozib oling, o'zingiz Wordni ochib. Billa qilib ketsa ham qiziq, o'rganish ham tez bo'ladi menimcha. Shu har bir narsa ko'rsatgan paytim agar bilmasangiz pauza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Endi buni tanlab olishimiz kerak bu gap. Bu tanlab olishning har xil usullari bor. Bugun bittasidan foydalanib turamiz. Keyingi videolarda qolganlarini ham ko'rsataman. Birinchisi bu mana shu mishkani bu yoqqa olib kelib, chap tarafini bosib yurgizasiz ustidan. Bunday yurgizsangiz mana tanlaydi. Bu yoqqacha olib borsangiz, butun tanlaydi, mana tanlab oldik. Xuddi shunaqa tanlab olsa, mana shunaqa rangli bo'lib qoladi, orqasi o'zgaradi.
biroz yaqinlashtirib olishim mumkin yaxshiroq ko'rinishligi uchun. Endi mana bu shrift degan bo'lim bor. Bu yerda mana shu yozuvga buni tanlab olib, har xil ishlov bersak bo'ladi. Misol uchun, mana bu kalibri deb qo'ygan joyga olib kelamiz va ozgina o'ng tarafiga olib kelsak, mana bu yerda belgi bor. Agar videoda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shunaqa belgi bor. Mana. O'zini emas, mana bu belgini bosamiz. Bossak, bu yerda har xil shriftlar chiqadi. Mana bu yerda yozuvga e'tibor berib turasiz. Yozuvning ko'rinishi o'zgaradi. Mana, yozuvning ko'rinishi o'zgaryapti, qarang. Demak, bu shrift mana shu narsa. Yozuvning ko'rinishini o'zgartiradi. Xohlagan shriftingizga qo'yib, har xil o'ynab ko'rsangiz bo'ladi. Lekin odatda o'zi buni yana kichraytirib olaman. O'zi odatda Times New Roman'da turadi. Times New Roman topish uchun bu yerdan sekin pastga tushsangiz bo'ladi. Agar sichqon ishlatayotgan bo'lsangiz, o'sha mishka ishlatayotgan bo'lsangiz, uni balonchasini tepaga pastga qilsangiz ham bo'ladi. Yoki bu yerdan mishkani chap tarafini bosib, shuni tepaga pastga tushirsangiz ham bo'ladi. Shu yerdan Times New Roman'ni topsak bo'ladi. Pastroqqa tushsak, T harfida mana Times New Roman bor. Mana shu shrift ham ishlatadi. Yokida mana bu joyda kalibrini ustidan shunchaki T harfini bossak, o'sha chiqishda boshlaydi. T bilan boshlanadigan shriftlar T, I, M mana o'sha Times New Roman chiqdi. Mana shu chiqqandan keyin Enter'ni bitta bosib qo'yamiz, bo'ldi. Times New Roman'ga o'tadi. Endi sizga misol uchun mashq qilish uchun har xil shriftga o'tkazib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqdan Chiller degan shrift bor, shunga o'tkazib ko'ring. Xohlasangiz pastga tushirib istang, xohlasangiz yozing mana. Chiller deb yozsangiz chiqadi. Ko'rinishi bunaqa. Yoki Brush Script degan bor. O'shunga o'tkazib ko'ring. Mana buni ko'rinishi bunday. Yokida Old English bor. Shunga o'tkazib ko'ring. Buni ko'rinishi bunaqa. Bularga o'tkazib ko'ring. Aytganimdek, xohlasangiz bu yoqqa yozib, xohlasangiz bu yoqdan istab o'tkazib ko'rsangiz bo'ladi. Buni albatta qilib ko'ring, videoni pauza qilib, keyin davom etamiz. Undan keyin bu yozuvni nima shriftning razmeri bor. Shuni o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu oldida turibdi. Mana bu 11 ni mana 12, 14, 16 qilishingiz mumkin. 14 ko'pincha mana shu hujjatlarda standart shrift. Lekin xohlasangiz siz buni ko'tarsangiz bo'ladi, xohlasangiz kichraytirsangiz bo'ladi. Misol uchun men 26 ga qo'yaman va biroz orqaga qaytaraman. 26 da mana shunaqa ko'rinishga ega. Bu shrift agar kimdir eslasa, Shohruxni shrifti, Shohruh rap deb yozib qo'ysak bo'ladi. Xuddi shu ishni demak, bu yoqda ham qilsa bo'ladi. Faqat esdan chiqarmang, tanlab olishingiz kerak. Mana bu yozuv tanlanmagan bo'lsa, bu ishlamaydi. Tepaga pastga qilsangiz, buni tanlab olib ishga bilan tepaga qilasiz va pastga qilasiz. Endi shu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu klaviaturani mana buni ustiga olib borib tursangiz, o'zi aytadi. Qanaqadir bir mana bu yerda yaqinlashtirib ko'rsataman. Qandaydir bir klaviaturaga bog'langan bular. Hozir qaytib olib kelamiz. Kutib tursak chiqadi mana. Demak, razmerini kattalashtirish uchun Ctrl bilan undovni bos deyapti. Kichraytirish uchun Ctrl bilan demak qausning ochilishini bos deyapti. Sizda demak Word versiyasidan kelib chiqib bu har xil bo'lishligi mumkin. Biznikida shunaqa. O'zingiznikini ham siz ham shu bunday olib kelib ushlab tursangiz sizda ham ko'rinadi. Men hozir ko'rsataman buni qanday ishlashini. Demak, kattalashtirish uchun Ctrl Shift 1 ni bosamiz, mana kattalashtiradi. Nimaga Ctrl Shift 1? Chunki Shift 1 bu undov, Ctrl ni ham bosishimiz kerak. Uchalasini birdaniga bosmaysiz, shunchaki ketma-ket bosasiz. Ya'ni Ctrl ni bosib qo'yib yormaysiz, ushlab turasiz bosilgan holatida. Shift ni bosib qo'yib yormaysiz, ushlab turasiz bosilgan holatida. Keyin birni bitta bossangiz kattalashadi. Xuddi shu holatda Ctrl ni ushlab turib, qo'yib yormasdan, Shift ni ushlab turib, qo'yib yormasdan 9 ni bitta bossangiz kichrayadi. Razmerini mana bu tepada ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana bu joyda nechaga kelayotganini ko'rib tura olasiz. Xo'p, bu ko'rsatgan narsalarimni albatta Wordni ochib o'zingiz qilib ko'ring. Hozir men qilayotgan payti oson ekan deb xayolingizga kelishi mumkin, lekin o'zingiz qilib ko'rmasangiz, bir ikki marta ishlatib ko'rmasangiz, esingizdan chiqib ketib qoladi. Xo'p, hozir o'ylab qoldim. O'zi mana shu shrift
o'zi bizga bitta darsga yetarli menimcha. Mana bu buffer obmenini keyingi dars ko'ramiz. Chunki juda ham ko'p narsa berar ekandek bo'lyapman. Bir dona video darslik buncha uzoq bo'lmasligi kerak menimcha. No, mana shu shriftni hozir tugatishga harakat qilamiz. Yana tanlab olamiz. Bizda keyingi narsa bu, mana bu narsa. Bu yozuvni case'ini katta yoki kichkina qilib beradi. Nima deyotganimni tushuntiraman. Mana birinchisi o'zini asl holati. Biz hozir hali hech narsani tushunmadik. Lekin ikkinchisini bossak, mana qarang, hammasi kichkina harfda yozilgan. Ikkinchisini bossak, biz ham yozuvni hammasini kichkina harfda qilib qo'yadi. Uchinchisiga qaraydigan bo'lsangiz, bunda hammasi katta harfda, mana ko'rinmayotgan bo'lsa yaqinlashtiraman. Buni bossak, mana bizda hamma harflarni katta harfda qilib qo'yadi. Agar mana bu shrift bizga biroz noqulay bo'lsa, biz buni Times New Romanga o'tkazib olamiz. Mana hamma yozuv katta harfda turibdi. Keyingisi, bu har bitta so'z katta harf bilan boshlanadi. Mana har bitta so'z katta harf bilan boshlanyapti. Va eng oxirgisi, bu katta harfni kichkina, kichkina harfni katta qilib qo'yadi. Mana bosaman. Xuddi shu holat yuz berdi. Kichkinani katta, kattani kichkina qilib qo'ydi. Boshiga qaytarsam, bu demak xuddi gapdagidek. Demak, birinchi o'sha nuqtadan keyin harflar kattada keladi, qolganlari kichkinada keladi. Mana shu ishni qilib beradi bizga. Kerak bo'lib qolishi mumkin-da, kimdir katta harfda matn yozgan bo'lsa, uni oddiy gapdagiga o'tkazgani yokida qanaqadir bir gapni hammasini katta harf qilgani, o'zimiz qo'lda bir bitta to'g'rilab chiqishimiz shart emas, mana shu yerda boraverdi. Xo'p. Endi keyingisi, mana bu JKChlar. Bularni ko'rsatishdan avval aytib qo'yay, mana bu so'zlarni bitta so'z tanlamoqchi bo'lsangiz, bunday qilib tanlasangiz ham bo'ladi, bitta so'z. Yokida so'zni ustiga borib, 2 marta tez bossangiz, butun bir so'zni tanlaydi. Xo'p, mana shunaqa 2 marta tez bosib, mana bir j ni ustiga bossangiz, semiz qilib beradi. Yoki mana bu so'zni ustiga borib, mana bu k ga bossangiz, bu qishatirib beradi. Yoki mana bu ch si tagiga chizib beradi. E'tibor qilsangiz, buni mana bunaqa menyusi bor, yana buni ochib, chiziqni har xil qilsak bo'ladi. Ikkitalik chiziq qilsak bo'ladi. Mana bu so'zni qilaychi. Mana uzuk qilsak bo'ladi. Yokida bunaqasi, yokida bunaqasi, xohlaganimizcha qilsak bo'ladi. Va bularni ham o'zini, demak, ustiga borib tursangiz, Ctrl B bilan ishlatsa bo'ladi, Ctrl I bilan ishlatsa bo'ladi, yoki Ctrl U bilan ishlatsa bo'ladi. Keyingisi bu ustidan chizib qo'yadi. Buni hech qanaqa, demak, klaviaturada qisqa kombinatsiyasi yo'q ekan, lekin ishlatsangiz bo'laveradi mana. Ustiga chizib qo'yadi. Va mendan bolalar so'rashadi ba'zida, domla, misol uchun bu tanlaganimizda bu yerda menyu chiqyapti, nimaga bundan ko'rsatmaysiz deb. Bu menyu har doim chiqadi. Men faqat bolalarni esida qolsin deb har doim bitta joydan, bir xil joydan ko'rsataman. Lekin bu yerda tanlagan payti mabada chiqmay qolsa, nimadir bo'lsa, istab qolishmasin deb har doim bu yerda ko'rsataman, lekin bu yerdan ham tanlab qo'ysa bo'laveradi, bu yerdagi ham ishlaydi. Xo'p. Mana bu x2, mana bularni keyingi darsga qoldiraylik. Xo'p, mana bu ikkalasini ko'rsatib qo'yay. Xo'p. Demak, bu highlighter, ya'ni markerga o'xshagan narsa. Buni xohlagan rangingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Mana misol uchun qizil. Va buni tanlab qo'yganingizdan keyin mana bunaqa markerga o'xshagan narsa yonadi. Bunday ustiga chizib ketsangiz bo'ladi yozuvlarni. O'sha istalgan rangga bo'yab qo'yadi. O'chirish uchun yana bir marta bosib qo'yasiz, ustiga o'chadi. Bu shunaqa marker chizib qo'yadi. Keyingisi mana bu shriftning rangi. Tanlab, mana shrift rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Oq bo'lgandan keyin och qilib qo'ysangiz ko'rinmay qoladi. To'qroq ranglarni tanlaysiz. Adashmasam hozir bu dars 15 daqiqa bo'lib ketdi. Shuning uchun shu joygacha olib keldim. Shu joygacha olib kelib to'xtatib turaman. Bir darsda juda ham ko'p bo'lib ketsa menimcha bo'lmaydi. Endi sizga topshiriq.
biron bir gap yozib, uni shriftini va yozuv razmerini o'zgartirib ko'ring. Yozuvni klaviatura yordamida ham o'zgartirib ko'ring. Ya'ni klaviaturada bizda kombinatsiya bor edi. O'sha kombinatsiya bilan maslahatimni o'zgartirib ko'ring. Xo'p, keyingisi yozuvni кейslarini, ya'ni katta yoki kichikligini o'zgartirib ko'ring. Bu 5 xil keyslar bor. Shuni ko'rsangiz bo'ladi. Undan keyin yozuvni semiz qiyshiq va tagiga chizib ko'ring. Xo'p, yozuvni rangini o'zgartiring. O'zgartiring va marker ishlating. Demak, marker ishlatish mana shunaqa. Xo'p, menimcha boshlanish darsiga bu yaxshi material bo'ldi. Wordda bolalar juda ko'p narsa bor. Biz bilishimiz uchun hammasini bilishimiz ham shart emas, lekin ehtiyot shart. Bitta-bitta ko'rsatib ketaman. Demak, bu birinchi darsligimiz. Nasib balki ertaga yoki indinga, balki qachondir talabdan kelib chiqib, keyingi darslarni ham chiqaraman. Bugun mana 23:37 bo'libdi soat. Mana shu darsni chiqardim. Agar yoqqan bo'lsa, fikrlaringizni qoldiringlar. Salomat bo'linglar.